Bo'ldim. Mana bu siz, mana bu tomog'idan tepadagi boshingiz. Bu boshga siz agar $1 pulni tiksangiz, IBM kompaniyasi aytayapti. 3660 barobar bo'lib qaytib keladi deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Odam qo'lsiz yashashi mumkin, oyoqsiz yashash mumkin, ko'z ko'rmasa ham yashaydi odam. Quloq eshitmasa ham yashaydi. Lekin boshni olib tashlab boshqa qo'ying qanday yashay olasiz? Bo'lmaydimi? Bu bosh siz bilan qabrgacha boradi. Tamom, bu boshni boyitish kerak. Bitta qoida bor. Arzon qo'ldan qimmat bosh yaxshi, to'g'rimi? Hokimlar bor, vazirlar bor, prezident bor. Nima uchun bo'lgan desiz, ularda nima bor? Ularning miyasida ilm degan narsa bor, ma'lumot bor. Ularda shunaqa xususiyat bor. Ya'ni sizda agar siz qancha ko'p tomog'idan pastga pulni sarflasangiz, qorningiz shishib ketadi. Odam ochlikdan o'ladimi O'zbekistonda? Och ko'zlikdan o'ladi.